Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan 2026-yilning 2-mart sanasiga Termiz shahar Zolotoy bochkadan sohilga tushib ketishda yo'lning chetida qurilgan 5 qavatli uylarning birinchi qavatidan umumiy maydon 78 kvadratni tashkil etayotgan 2 xonalik kvartirani sotuvga chiqaryapmiz. 5 qavatli domning birinchi qavati yosh keksa, ya'ni hojata, hojixonalarga olib beradigan uy. Sveji holatda turibdi. Hozir men turgan xonasi uyning mehmonxonasi hisoblanadi. Mana ko'rib turgan bu mebellar, gilamlar, konditsioner, jalyuzi pardalar barchasi qoladi vatandoshlar. 2 xonalik 78 metr kvadrat. Keling. Bu esa uyning koridori, tashqi eshikdan kelganda o'ng qo'l tomonda birinchi oshxonasi, spalniy hamda ikkita sanuzel hamda mehmonxonasi edi. Uyimiz shamol aylanishiga skvoznoy bo'lgan kvartira hisoblanadi. Bu esa uy bekalariga sevimli bo'lgan uyning oshxonasi. Bu yerga bemalol o'tirib ovqatlanish uchun ukolog mebellarni qo'yishingiz mumkin. Bu esa oshxona mebellari akreldan yasatilgan va katyol mana bu uni ichiga betilgan vatandoshlar. Umumiy maydon 78 kvadrat. Videoda ko'rib turgan barcha jihozlaringiz qoladi. Bu esa muzlatgich joyi. Bemalol muzlatgichni o'rnatish mumkin. Aytib o'tganimdek, tashqi eshikdan kelib ikkinchi o'ringa qayrilganimizda bu uyning spalniy xonasi. Videoda ko'rib turgan mana bu spalniy to'liq komplektda qo'yilgan mebellar barchasi qoladi vatandoshlar. Hammaga narx qiziq bo'lyapti. Oxirigacha ko'ring. Bu esa uyning sanuzeli oxirigacha kafillangan, aristonlar o'rnatilgan, kir mashinalar qo'yilgan vatandoshlar. Bu esa sanuzelning ikkinchi qismi, ya'ni hojatxonasi bo'lsa yarmigacha kafillangan. Hozir videoda ko'rib chiqqan 78 kvadratni tashkil etayotgan 2 xonalik birinchi qavatdagi kvartiramizning narxi 490 million deyildi. 485 million so'm. Metr kvadratni 78 kvadrat metr tashkil etyapti. Kalkulyatorga tashlab ko'ring. 6 million 200 ming so'mda mana shunaqangi jihozlari bilan konditsioner, ariston, kir mashina, spalniy mebellar, mana bunaqangi mehmonxonada o'tirish uchun mebel, parda, gilam barchasi qilingan vatandoshlar. Mana shunaqangi uylar uncha ko'p turmaydi, faqat Makler Otabek YouTube kanalida va Makler Otabek ijtimoiy tarmoqlarida bo'ladi yurtdoshlar. Qanday tartibda olishingiz mumkin? Naqd pul yoki bankda ozgina kredit qolgan, o'shani davom ettirishga ham olishingiz mumkin. Bankda krediti 170 million so'm. 315 million egani qo'l vatandoshlar. Ulguring, shoshiling. Bog'lanish uchun pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqing. Salomat bo'ling.